Assalomu alaykum. Pena blog uskunalar kanali biz pena beton yangiligi bilan istayishga tom lombos, pena beton, tom sog'lan qilib yuribmiz. Mana istayishgani Andijon viloyati Oltinko'l tumanida mana shu 3-etaj, 2-etaj, 1-etaj mana. Quyib 300 kvadrat mana shu apparatimizda. Xizmat ko'rsatib yuribmiz. Kimda kim qiziqsa aloqaga chiqinglar, kanalimizga a'zo bo'lmagan like tugmachasini bosinglar. Mana shunaqa xizmatlarimiz bor. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab ko'rib turibsiz. Bunaqa holatlarda mana shu 3-etaj binoni qilib yuribmiz mana. Ko'rgan bo'lsangiz, xonalar ichiga chaqirilgan. Mana shunaqa holatlarda qilib borib o'rgatib, qo'yib ko'rsatib berib kelamiz. Biz hozir 1-etaj bo'lsa, 2-etajga qarab harakatlanyapmiz. Kecha 2-etajni qo'yganmiz mana. 2-etajimiz ham xudo xolasa polnisti dushovoylargacha qo'yilgan. Buyog'i mehmonxonani xudo xolasa chiroyli qilib endi 3-etajga chiqamiz. 3-etajga chiqdik. Xudo xolasa buni 2 kun oldin, где-то bir 2,5 sutka bo'ldi. Podleska qilib, o'ringa lazerga otib xizmat ko'rsatib beryapmiz. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Kimda kim qiziqsa kanalimizga like tugmachasini bosib, kanalimizga a'zo bo'ling. Andijonliklar bo'lsa, andijonliklar. Buni mana shu 3-etajga ham otib beradi mana shu apparatimiz. 3-etajga ham otib Xudo xolasa mana shu birinchi qo'ygan kunimizdan oqarib уже qatishga kelib qolgan. Xudo xolasa 10 sutkada o'ta chiroyli qatadi. Buni afzalliklari qulay, uyda egalari mehnat qilmaydi. Bizi hamma mehnat, xizmat, sement, qum, pena, bundan tashqari qo'shiladigan ximikatlar hammasi o'zimizda qo'limizda bo'ladi. Mana shu tog'ani 300 kvadrat, tepa 100, 200, past undan ham sal ko'proq 300 kvadrat oshiqdi. Mana 3-kunda xudo xolasa mana soat millarimiz 4-5 bo'lib qoldi. Quyib oldik. Kimda kim qiziqsa mana shunaqa xizmatlar bo'lsa, tomni ustiga ham, loyni o'rniga ham bosib beraveramiz. Xizmatlarimiz 45 ming so'mdan tomni ustiga. Istayishga bo'ladigan bo'lsa, vodiyda 55 ming so'm, 60 ming so'mgacha qo'yib beryapmiz. Kimda kim qiziqsa, ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Biz обязательно O'zbekiston bo'ylab yuribmiz. Xizmatdamiz, aloqaga chiqaverasizlar.